Hammaga assalomu alaykum. Hozir 30-iyundan boshlab Gos uslugi orqali Rossiyaga kirib kelmoqchi bo'layotganlar qanday qilib ariza to'ldirishlari kerakligini, ya'ni kelish sanalari va kelish maqsadlarini, arizasini qanday qilishlari kerakligini ko'rsatib beraman. Buning uchun Gos uslugiga kiramiz. Mana bizning Gos uslugi. Gos uslugida bosh sahifamizda, mana bu bosh sahifa sanaladi. Bosh sahifani pasrog'ida где вы находитесь degan bo'lim bor. Где вы находитесь degan bo'limda собираюсь в Россию ni tanlash kerak bo'ladi. Rossiyaga kelmoqchi bo'layotganlar 30-iyundan boshlab. Rossiyani ichidagilar нахожусь в России. Demak, собираюсь в Россию ni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin kelish maqsadi, cel поездки degan joyda tanlanadi. Работа bo'lsa, misol uchun работani belgilaysiz. Undan keyin savol chiqyapti. Вам нужна виза в Россию? Rossiyaga siz uchun viza kerakmi deyapti. Tabiiyki siz yo'q deb belgilaysiz. Chunki O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga viza kerak emas Rossiyaga kelish uchun. Undan keyin продолжить tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin Заполните заявление о въезде при необходимости deyapti. Rossiyaga kelish uchun arizani zarurat bo'lsa to'ldiring deyapti. 30-iyunga kelib arizani shakli chiqib keladi. Hozircha mana shunaqa. Ya'ni ekzamen topshirish kerakligi eslatilyapti va kelish uchun zaявление to'ldirish kerakligi aytilyapti. Mana zaявленияni bossangiz, ichida hali zaявление formasi yo'q, lekin 30-iyundan boshlab zaявленияni formasi chiqib keladi va o'sha formadan foydalanib arizani to'ldirish mumkin bo'ladi. Bu shunchaki tanishuv videosi edi, ya'ni sizlarga qanday qilib kelish uchun maqsadni va sanani ko'rsatiladi Gos uslugi orqali, shuni tushuntirib bermoqchi edim xolos. 30-iyunga kelib yana bunaqa videolarning sonini ko'paytiramiz. Chunki bu foydali, buni qilish kerak, chegarada ko'p turmaslik uchun birinchi o'rinda va hokazo. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Telegram kanalimga albatta obuna bo'linglar va boshqa sahifalarimga ham, boshqa tarmoqlardagi sahifalarimga ham obuna bo'lsalaring xafa bo'lmanglar.